Assalomu alaykum og'aynilar. Biz hammamiz bir-birimizga og'aynilarmiz. Chunki momo havodan odam otadan tarqalgan ekanmiz. Shuning uchun bir-birimizga faqat yaxshilik va yana yaxshilik qilishimiz kerak. Demoqchimanki, bugungi gapirayotgan mavzum qarang. Mana bunga yozib oldim daftarimga, kitobimga shu esdan chiqib qolmasin deb. Chunki qaralab qo'ydimdan shunga qarab davom ettirib ketmoqchiman. Duo olgan omondir, qarg'ish olgan yamondir. Og'aynilar, keyinroq gapirmoqchi edim. Hozir gapirmasam bo'lmayapti. Mashinaga toza yoqilg'i solamiz, yaxshi yursin deb. Karbyuratorni to'g'rilaymiz, tekis yursin deb. Nimaga ayrimlarimiz og'zimizga notoza ovqatlarni solamiz, kasal bo'lamiz. Noma'lum, nomunosib ovqatlarni yeb to'g'ri yura olmay qolyapmiz. Hech o'ylab ko'ryapmizmi? Axir mashin topiladi, jon topiladimi? Jonni narxi bebaho-ku. Hozir shuga to'xtataman dag'in. Davom etiraman u yoqqa borib. Og'aynilar, mana muzlatgichga keldim-da. Muzlatgichga bitta qarangizlar-da. Ko'rinyaptimi? Mana bu go'sht, mana 150 mingda. Go'sht, hali xom go'sht. Mana kalbasalarimiz 50, 70, 100 mingligi ham bor. Asosan 60-70 ming atrofida. Bu go'shtimiz, mana xom go'shtimiz 150 ming, kalbasalarimiz 50, 70, 100 atrofida. Agar haqiqiy kalbasa bo'lsa, masalan mana shu go'shtdan qilinsa desak, pishirilgandan keyin kamida 220, 230 bo'ladi. Chunki pishgandan keyin bir qoladi, bir 200 mingga aylanib qoladi. Chunki kilogram kamayadi, vaqt ketadi. Bir 20 ming qo'shib solsa ham 220 bo'lsa kalbasaga haqiqiy mol go'shtdan desak. To'g'ri qatan tovuq go'shti arzondir, mol go'shtining arzonlari ham bor. Lekin endi odam mana qanday sifatli go'sht deganga nima aytsin? Shuning uchun gapni ko'rsatib olishga qaror qildim-da. Bizlar sotamiz haqiqatan, do'konchamiz bor, supermarket, mini marketimiz bor. Odamlar yaxshi oladi. Chunki ko'p qimmat qilmaymiz, lekin baribir bunday mantiqni bilishim kerak-da. Mana boya takrorladim. Mashinga men ikkita mashinamiz bor, bitta katta yuribdi Damas. Shu faqat benzinni qimmatidan solaman, haligi 95 dan. Gazni ham yaxshisini solaman. Yaxshi gaz bo'lsa solaman. Shu mashinga haligi qaraymizki, buzilib qolmasin, og'aylaymiz, pul ketadi deb turing. O'zimiz nima uchun arzonroq narsalardan yeymiz? To'g'ri, pul o'ylaymiz, pul muammosi bordir, yetishmovchilik bor, buni ham tushunaman. Buni yechimini shunday demoqchimanki, mayli. Ko'p yemaylik, kamgina bo'lsa ham sifatli narsadan yesak qanday? Mana masalan kalbasamiz 70 ming atrofida deylik, mol go'shtimiz 140 ming atrofida deyilgana. Yarimiga to'g'ri kelyapti. Xom go'shtimizni yarimiga pishgan kalbasamiz. Men kalbasachilar yomon demayman, chunki kalbasa go'shti ham arzonlari bor, chet eldan kelayotgan go'shtlar bor. Endi baribir kalbasachilarda o'zlari ham uyiga shu qassobxonadan yaxshi so'yilgan barra qo'chqor go'shtlaridan olsa kerak, haligi 40 kilo go'shtdan, qo'zi go'shtlaridan. O'zlari go'sht olganda ham bali bir shu novvos go'shtlardan olsa kerak, haligi go'shtingiz novvos mog'adi, chunki kalbasa zavod egasi boyvachcha. Men xursand bo'laman, просто to'g'rilikda aytyapman-da. Masalan deyapman, har qanday men o'zimni shular o'rniga qo'yib ko'rdimki, agar zavodim bo'lsa, korxonam bo'lsa, pulimiz bo'lsa, albatta bir 10 kilo emas, 1 kilo bo'lsa ham shu haligi yaqinda so'yilgan siviji deymiz-ku, ana shunaqangi go'shtdan olib yeymiz-ku, bolalarimizga olib kelib beramiz. Ana shunga nima demoqchiman? Bizlar o'zimizga mana shuncha ovqat yeymiz, masalan deylik. Lekin bizlarga mana shugina ovqat yetadi. Mana shu suvochkamdan buyog'ini ko'rsang, kam tomonini. Mana shuncha ovqat. Mana buncha ovqatlarni ko'p yeb qo'yapmiz dag'in.
mana buncha ovqatlarni ko'p yeb qo'yib, o'zi mana shuncha yetadi bizlarga ovqatlariga. Nima uchun? Bu asosdan aytyapman men, hamma hisob kitobni olib, doktorlar bilan mutaxassislar gaplashib turib aytyapman. Men bekordan bekor havodan olib gapirmayman. Gapimga javob berishim kerak. Chunki bu videomni qancha odam ko'rib, rahmat deganlarga behisob rahmat, foydalanyaptilar. Yoshlar foydalanyapti ayniqsa. Nima uchun aytyapman? Ovqat yeyishdan tushuntiray. Mana masalan, palov yeymiz deylik, masalan, ko'pincha oshxo'rka O'zbekiston xalqlari. Oshda ko'p balayimiz, chaynamasdan ham yetaveramiz. Hozir bir xil internetda moda chiqdi, katta olib, shunday olib yapti. Bular endi haligi o'zbekchilikda oshimizni bir reklama qilayotgandir. Buni to'g'ri tushunaman. Bu aynan shunday demoqchi emasman. Lekin o'zimiz ham katta yeymizda ko'p chaynamasdan yetaveramiz-ku. Ana shu noto'g'ri ekan. Mutaxassislardan ko'rib, o'rganib, bilib chiqdim. Ozroq kitoblarni o'qib ko'rdim. Shunda nima? Oshqozonga tish albatta yaxshi bo'lish kerak. Bir xillar tishi yo'qlar ko'p ekanda. Ayniqsa yosh kattalarda tish yo'q, haligi yoki ko'p tishlari yo'q, chaynamasdan yutadi. Mana oldida tishlari bor, lekin jag tishlari yo'q. Ketin ana shu chaynamasdan yutilgandan keyin oshqozonga keladi tag'in to'planib turadi, tag'in tez hal bo'lmaydi. Oshqozon shu buni miya so'rabga deydi-ku, haligi go'sht solasi bu yoqdan me'dirib chiqaraveradi. Chiqadigan joyi kichkinada maydalanib bo'lmasa chiqmaydi. Oshqozonga yaxshi masalan 30 ta tishimiz bo'lsa o'rtacha, bir 28 ta, bir 32 ta, 30 marta chaynaylik, dag'in ketin 30 marta chaynab oshqozonga tushirishimiz kerak. Buni mana kilogramm kamaytiraman degandir sinab ko'rsin. Buni yaqa-baqa bormasin. Endi noto'g'ri gapimda o'tirmasin. Buni sinab ko'rsangiz bilasiz. Bu gapimda oladiganlar gapiryapman. Olmaydiganlar eshitmay qo'ya qo'ysin. Boshqa eshitadiganlar to'lib yotibdi. Olib haqiqatan amal qilsangiz eshiting. Chunki gapni ham gapirgin o'qqanga deydi. Gapimiz ham bekor ketmasin. Mana shu gapni gapirishga ham qancha tayyorgarlik ko'rganman, qancha o'qidim, qancha titkiladim. Chunki nima uchun deyman, bu vaqti borlar o'qiyapti kitobni. Hozir shunaqangi bo'lib ketdiki, mana mashinalar, kir mashinalar kirdi yuvib beryapti. Kasatovoq yuvadiganlar yuvib beryapti. Piyoda boradigan joyga avtomobil olib borib qo'yapti. Hamma narsa rivojlanib ketdi. Shu bilimni ham deyman, shu hozir mana shu avtomatik mana shu 10 minut, 15 minut telefonda ko'rib bilim olsa bo'ladigan bo'lib qoldi. Endi shunaqangi bilimni bermoqchiman. Foydalaningizlar. Qo'shimchasini o'qib yana o'zlaringiz to'ldira olishlaringiz mumkin. Bu nima? Mana ovqatni chaynab yeyishimiz kerak. Nima uchun deb aytiladi savol. Qorni ochqash vaqti bo'ldi, qorni ochqadi deb belgi beradi. Ochqayapmiz deydi. Hamma joyimizda o'sha hujayralarimiz ovqat talab qiladi, vitamin talab qiladi harakati uchun. Havo talab qiladi harakati uchun, ishlashi uchun. Ana shunda shunday ekanki, ovqatni yeyganmiz. Oshqozonga tushadi. Mana shu og'iz, tishlar, qizil o'ngach, oshqozon hammasi oshqozonda bitta narsa, faqat aka-ukalar, do'stlar desak ham bo'ladi, shunaqalar. Bir-biriga bog'liq, besh qo'l barobar, ana shunday barobar narsa. Oshqozon og'rib qolsa, quruq oshqozondan aytdim-mang, tishni qo'ying birinchi navbatda. Tish albatta zarur. Yangi ko'ylak olmasangiz ham tishingizni remont qiling, tishni qo'ydiring. Haligi plomba qo'ydiring. Bo'lmasa tish qo'ydiring. Hech bo'lmay qolsa unaqangi tangli tishlardan bo'lsa ham qo'ying. Birinchi vazifangiz ana shu bo'lsin, chunki odam yashaydi-ku. Yashagandan keyin odam yaxshi yashash kerak. Ovqat postoyanni qiladigan ishimiz-ku. Mana masalan uylaringizga qarangda, bir chiroyli qilib qo'ygan uylarimiz borki, sizlarda ham borki, albatta ko'plab boramiz, ko'ramizki. O'sha uyga oyiga bir marta, ikki marta kirasiz, mehmon kirganda kirasiz. Shunday chiroyli haligi shkaflarda qo'yib qo'yibsiz. Uning ichiga bir qimqanaqa vazalar, qimqanaqangi narsalarni qo'yib qo'yibsiz. Bir kunda foydalanasizmi, yo'qmi? Yoki bir oyda bir marta, ikki marta foydalanasizmi, yo'qmi? Tish har kuni foydalanamiz-ku. Kuniga 3 marta, 4 marta, 100 martalab foydalanamiz-ku tishdan. Shuning uchun tishlarimizni albatta qo'yishimiz kerak. Men nima uchun aytyapman? Bizlarga ana shu hozirroq doktor nomimiz chiqib qoldimi, shu kelib so'rab gaplashib maslahatlarga kelib qoladi-da. Ko'plari tishi yo'q-da, tishi kam. Ayniqsa jag tishlarni oldirib tashlagan, qo'yishga qo'rqadi, haqiqatan og'ritadi deydi, tush deydi. Lekin bir kun, ikki kun og'risi ham qolgan vaqt yaxshi bo'ladi. Ana shu tishlarni qo'yingizlar deyman, ketin gapni davom ettiraman deyman. Tishni qo'yib kelgandan keyin davom ettiraman. Gap to'g'risi, chunki tish 100% kerakli narsa. Xo'p, endi tishni yaxshilab ovqatni chaynaymiz. 30 marta tishimiz bo'lsa 30 marta chaynab,
Oldin qarang, bir tovoq oshga qorningiz to'yayotgan bo'lsa, ana shu men aytgandek qilsangiz, bir piyolaga qorningiz to'yadi, ishonasizmi? Sinab ko'ring. Chunki buni sinab ko'rmasa bilmaydi-da. 4 ta somsa yetiganda bir katta somsadan bitta somsaga ham qorningiz to'yishi mumkin. To'yadi ham. Buni ham mana shunaqa men aytgandek qilsangiz. Boyagidek tushuntirib berayin aka. Mana shu haligi hujayralarimiz ovqat talab qilyapti, vitamin talab qilyapti, miyaga buyuryapti, miya ham ovqat yeyish kerak dedi. Ovqatni bizlar masalan chaynamasdan shu bir pors oshni oldik tag'in yeymiz, mana shu yerga tushadi. O'ylaymizki, guruch mayda deymiz tag'in o'tib ketaveradi, hal qiladi. Yo'q, baribir mana bu yerdan yaxshi maydalab bermasa o'tkazmaydi bu oshqozon. Ovqatimiz haligi so'lak bezlari ajralib, o'sha ana shular bilan tushish kerak mana bu yerga, oshqozonga. Nimaga deganda, o'sha so'lak bezlari juda yaxshi hal qiladi ovqatni, juda yaxshi ezib beradi. Ketin mana ozroq choy ichamiz ovqat vaqtiga. Ana shu ham noto'g'ri ekan. Choy masalan tushdi, xuddi bu yerga so'lak bezlarimizdan kislota tushdi deymizki, kislota buni hal qilaman deydigan vaqtiga suv qo'shib yuborishdan kislotaning kuchini kamaytirib qo'yamiz. Ketin yaxshi hal qila olmaydi. Suv qo'shilgan kislota qanday kuchsiz bo'lib qoladi-ku. Ana shunday kuchsiz bo'lib qoladi tag'in, yaxshi hal qila olmaydi. Yarim soatda qiladigan ishini 1 soatda, 1,5 soatda qiladi. Ketin 10 ta kuchimiz bor desak, masalan kuchlari ko'p, endi 10 ga bo'lsak, 10 tadan 8 ta kuchimiz mana shu ovqat tazim qilishga, mana shu oshqozonni ishlatishga ketib qoladi tag'in. Eng sifatli, eng haligi kerakli kuchlarimiz ana shunga mandarmon bo'lib qoladi. Vaholanki o'sha kuchdan bizlar biznesga harakat qilishimiz kerak, pul topishga, bolalarni yaxshi tarbiyalashga, yaxshi dunyoviy ishlarni qilishga harakat qilishimiz kerakdir. Lekin bizlarning kuchimiz mana shu 8 ta kuchimiz mana shu ishlarni qilib qo'yadi. 2 ta kuchimiz ko'z, quloq bunga ishlab turadi. Ana shu katta kuchimiz mana shu ovqat hazm qilishga ketib qoladi. Shuning uchun orqaga ketib qolyapmiz. Ana shu bizneslar ko'p yurishmay qolyapti. Haligi noto'g'ri gaplar gapirib qo'yapmiz, to'g'ri taktikani qo'llanmay qolyapmiz. Ana shuning uchun mana nima deyman mana. Buni yana ham tushuntirmasam bo'lmaydi. Xo'p, mana ovqatni soldik og'izga. 30 marta yaxshilab chaynaversak, o'z-o'zidan o'tib ketadi og'izga. O'tib ketgandan keyin mana bu yerga shunday tushib turing, o'zi haligi bo'lgandan keyin yumshoqqina bo'lib pishadi-ku. Keyin o'zidan o'zi o'tish boshlanadi. Ikkinchi, uchinchi qoshiq tashlagancha o'zi asta-asta birinchi tashlaganda o'tib boradi. Yo'g'on ichakka o'tib boradi tag'in, ichaklarga o'tib, ichaklar yo'g'on ichak, ingichka ichakka bo'linadi. Ichaklarga o'tib ketgandan keyin ana shu yerda ovqatlar nima bo'ladi? Qonga haligi singiydi. Qon tortib oladi ovqatlar tarkibidagi vitaminlarni. Tortib oladi tag'in, keyin hujayralarga olib borib beradi. Hujayralar o'zi katta, qanchagina qorni bir hujayrani. Kattagina qorni to'ydi. Yurak gup to'xtovsiz ishlayveradi. To'xtovsiz olib boryapti. Hamma joyga olib borib beraveradi. Ana shundan keyin qorin to'ydi degan signal keladi. O'zidan o'zi boya aytdim-ku, bir piyolaga qorningiz to'yadi. Qolgan narsalarimiz bu yoqda qolib ketadi. Shu narsalarni ziyat narsani yesak nima ekan? 8 ta kuchimiz, 10 ta kuchimizdan 8 ta kuchimiz hal qilishga ketib qoladigan kerakli ishlarda qolib ketadi. Biznesdan yetmay qoladi. Biznesga ketadigan kuchimiz ovqat hazm qilishga ketib qoladi. Ana shuning uchun nima qilsak, bir oyda 20 kilo aniqlashingiz mumkin. Men hozir taklarga sinov qilyapman. Juda foydasi bilinyapti, deyapti. Ana shunday. Mana oshqozonga tushdi, yana aytaman, oshqozonga tushdi. Yaxshi ezilmasa bu yoqqa o'tib ketmaydi. Yaxshi ezilgandan keyin ichaklarga o'tadi. Ichaklarga o'tish vaqtiga mana shu yerda bir eshikcha bor. Eshikcha haligi ichaklarga o'tishdi. Keyin bu tomondan o'tdan safro kelib turadi. Bu yoqdan oshqozon osti bezidan insulin borib turadi. Shu safro shu ovqatdagi o'sha o'tgan narsalarni yana ham yaxshi ezilib, yana ham yaxshilab holatga kelishga keladi. Undan keyin qon yaxshilab singib olish kerak, so'rib olish kerak qon o'shalarni. Boyagi insulin chiqib keladi oshqozon osti bezidan. U qonda ovqatdagi shakarlar ko'pga hamma narsa shirin-ku. Olma yesak ham shirin, anvar yesak ham shirin. O'zi ovqatlarimizga shakar qo'shib qilinadi ekan, haligi gala tortlar, har xil pechenyelarga. Ana shularni ezish uchun, haligi parchalash uchun insulin kerak bo'ladi. Mana bu yerga shunday tushib keldi-da, ichakka o'tish mana shu joyida. Bu yoqdan nima keldi? Oshqozon osti bezidan insulin o'tdan boryapti.
safro. Ana shu yerda mana bu yerda eshikcha ochilishi uchun bu eshikchani kaliti kallada. Jilmayib yurishimiz kerak ekan. Xushchaqchaq bo'lib gapirishimiz kerak ekan. Mulla bolalarimiz gapini eshitganmiz-ku, payg'ambarimizning sunnatlari ham shu ekanki, nim tabassumda jilmayib yurishgan ekan. Shu ana shunaqadan jilmayib yursak, ana shu mana shu ochiq bo'ladi. O'zidan o'sha o't dimlanmaydi. Boyagi oshqozon osti bezdan insulin yaxshi ajralib turadi. Sahr bo'lgandan ham tuzalib ketadi. Ana shuni ko'p sahr kasalliklar ana shu jilmaymaslikdan, kulmaslikdan bo'lib qoladi. Bir-biriga bog'liq narsalar. Buni haligi katta doktorlardan so'rab ko'rsangizlar, ular ham tushuntirib, erinmasa, aka haqqini bersangiz aytib beradi. Uncha ham jiga aytmaydi. Men ko'pni so'ratib ham ko'rdim. Tushunmaysiz deb qo'yar ekan. Yaxshi bitta ikkitasi bordir aytadiganlar. Men hali hozircha aytib berdi doktor tushuntirib bergani, vrach tushuntirib berdigani ko'rmayapman. Endi qarang, ana shunga nima dedik? Xo'p, o'tyapti. Buni boyagi kalitchasi miyamiz jilmayib yaxshi kayfiyatda ovqat yeyish kerak. Kayfiyatingiz yaxshi emasmi, bir nada buzilib qoldimi, ovqat yemay turing. Kayfiyatni ko'tara oling. Chunki organizm sizniki. Boshqalarda aloqasi yo'q. Boshqalar hech nima qilib bera olmaydi sizga. Ana shuning uchun mana bu yerda ham ochib qo'yishimiz uchun kulib jilmayibgina ovqat yeyishimiz kerak. Oila a'zolari bilan ovqat yeyotganda ham u yerda urishib turib emas, bularni bir yaxshi kuldirib olib, yaxshi bir kayfiyatni kelgil olib, ana undan keyin bismillahir-rohmanir-rohim deb keyin boshlangizlar. Bu buni aytyapman, qilib yurganlarga emas, biz o'zimiz bilamiz, noto'g'ri gapirib qo'ymang. Bilmaganlar, esdan chiqqanlar uchun aytyapman mana shu gaplarni. Yoshlar uchun aytyapman yoki desam, ishonavering. 50 ga kirgan odam yoshlarga gapirib turish shart, chunki oldin bizlar bilib turib amal qilmas edik. O'zimdan qolarsiz, do'stlarimdan qoladigan do'stlarimga qaramaysam, hammamizdan qilmasdik. Endi bilib boryapmizki, shu narsani qilmasak bo'lmay ekan. Sog'liqni tiklash o'zimizda ekan. Juda oson ham ekan sog'liqni tiklash. Hech qanaqangi qiyin tomoni yo'q. Xudo shunday zo'r yaratib qo'ygan ekan, organizm turgan bitgani mo'jiza. To'g'ri ovqatlaning, to'g'ri yashang, toza narsalardan yeng. Shunday ham sog'ayib, ishlaringiz ham yaxshilanib ketaverar ekanda. Ana shu. Bizlar o'zimizga o'zimiz qilib yotibmiz. Bizlarni o'zi haligi bir narsani bilib olaylik. Organizmda, oshqozonda desak masalan, vazifamiz to'ydirishmi, to'ldirishmi? Hammamiz to'ydirish deymiz. Ovqatga shu bir piyolaga to'yadigan bo'lsa, nima qilamiz? 3 piyola ovqatni solib turing, bir kosani solib turing. Keyin boyagi kerakli eng zarur kuchlarimiz ana shu ovqat hazm qilishga ketib o'tadigan nagruzka bo'ladi. Buyrakka nagruzka, jigarga nagruzka, yurakka nagruzka. Hammasi bir-biriga bog'liq. Shu bitta joyda davolayman deb turib, bitta joyda davolab bo'lmaydi. Masalan, o'tingiz og'riydi, o't dimlanadi. Shuni o'tni o'zini davolab bo'lmaydi. Doktorga boring, agar noto'g'ri gapiradi, ular faqat olib tashlashni ko'rishi mumkin. Chunki meni o'zimdan ham shunaqangi bo'lgan, olib tashlaymiz degan. Ana shuni olib tashlashmasligi uchun men izlanib, o'rganib ketdim, tushunib, bir mutaxassis bo'lib qoldim desam ishonavering. Buni olib tashlash mumkin emas. Bu dimlanadi, demak signal beryapti. Demak, ko'p ovqat yeb qo'yapmiz, kulmasdan ovqat yeyapmiz, mana bu yerda yopib qo'yapmizdan ana shundan keyin haligi bo'ladi. O't qop ketyapti, mana chiqib bormayapti dag'in, ana shuga to'planib qolib toshga aylanyapti bu. Ana shundan keyin o't toshga bo'ladi. Keyin u ko'p ultrazvukka borsangiz zakib bo'libdi, qiyshayib qolibdi deydi. Chunki mana shu old qiyshayib qoladi. Chiqaman deydi, bu yoqdan yig'ilib kelgan, chiqaman deydi. Kulmagansiz, mana bu yerda o'tib ketmayapti. Ichaklarga ana keyin nima bo'ladi? Eng chatog'i mana shu boyagi bu yoqdan o't boryapti, bu yoqdan oshqozon osti bezidan haligi insulin boryapti. Bu yoqqa o'tmagandan keyin insulin kamroq ajralib chiqar ekanda, o't ko'proq insulin tomonga o'tib ketib qolishi mumkin deyilyapti. O'tib ketgandan keyin mana bu yoqda buzyapti bularni. Buzgandan keyin ana shu insulin yaxshi chiqmay qolib turib, qonimizdagi shakarlar parchalanmay qolib, sahar kasal bo'lib qolyapti. Xalqlarimiz saharlar ko'payib ketyapti. Ana shu. Buni davosi mana shu. Yaxshi ovqatda jilmayibgan ovqat mayda chaynab turing, nima qilib yuring, o'zidan shunday vaqt bering, boyagi vaqtiga chiqish boshlanadi. Insulin ham, chunki organizm shunaqangida endi bo'ldi endi.
ishlanglar degan buyruq beradi. Shunday yaxshi ishlab 10 kun 20 kunga qolmasdan o'lchatib ko'ring. Shunday haligi insulin olmasangiz ham, dorisini ichmasangiz ham o'zidan o'zi yaxshi bo'lish boshlangan bo'ladi. Bu juda oson. Kasallik ham emas, mana shu saharlik kasallik ham deb hisoblamayman men. Mana shunday sinab ko'ringizlar mana shuni. Bu men aytayotganim doktordan aytsangiz, doktor ham aytishi mumkin, aytayotganimdir. Lekin boshidan o'tkazgan odam, ana bu doktor bo'lmasdan turib aytgan odamdan boshqacha. Bu juda mahkam hisob-kitob qilib aytyapman. Ana shu ariqlashingiz uchun ham, o'tingiz yaxshi bo'lishi uchun ham, saharingiz bo'lsa, saharingiz yaxshi bo'lishi uchun ham ovqatni kamroq yeyishimiz kerak ekan. O'shani chaynab yeyishimiz kerak ekan deylik. Juda mahkam chaynab, buni 10 kun sanab ko'ring o'zi. 10 kun 20 kunda aqqol bilinadi. Keyin tagiga ham yozib qo'yishingiz mumkin, haqiqatan bilindi deb turing. Ana shu boshida aytib turim, sanang 1 kun 2 kunda ham bilinadi. Juda tez bilinadi, juda tez bilinadi. Ana shunday odam yaxshi bo'lib ketib, jilmayib, nima qilib, chiroyli kulib yuringiz. Haligi shu yaxshi haligi kiyimlarni kiyib erinmasdan, ana shu hammasi ovqat yeyishdan oldin ham haligi telefonga qarab olsangiz ham bir haligi bo'ladi-da, yomon gapira olmaysiz. Kayfiyatingiz, oynaga qarang, bir kulib, nima qilib olib, ana shundan keyin sog'liq kerakmi? Kulasiz. Sog'liq kerakmi? Jilmayasiz. Boshqacha yo'li yo'q. Ukol dorilar birinchidan pul ketadi, ikkinchidan pul ketsa ham zarar ham qiladi. Men doktorlarga zarar yomon deyotganim yo'q. Doktorlar operatsiyalar qiladi, ekstreni sozlashlar bor, davlanish chiqsa tezroq tushirmasa odam o'lib qoladi. Doktorlar ham kerak. Lekin mana o'zimizcha mana biz doktor bo'lmagan xalq uchun deylik. Ana shu o'zimiz uchun mana shunaqa to'g'ri nima qilsak, doktorlarga ham ancha oson bo'ladi. Yoki ish ham qolmaydigan doktorlar ham keyin boshqa sohalarga o'tib, bizneslarda qilib katta tadbirkor ham bo'lib ketadi. Rahmat ham deyoladi, shu sizlarga aralashib beraydik. Davlatdan beradigan oylik 5 million 6 millioniga qarab, mana bizlar boshqa ishni qilib turib, mana 50 million 60 million topyapmiz. Hali ham siz sog'ayib ketibsiz deb turib, keyin o'shalar ham rahmat aytadi. Mana shu, chunki hamma narsa bir-biriga bog'liqdir. Hech narsa qolib ketmaydi. Do'stlar, mana shuni sinangizlar. Ovqatni yaxshilab chaynab belib turing. Keyin ana shu keyin yana nima deyman? Bu bir-birlaringizni yomon ko'rsangizlar ham bo'lmay ekanda. G'araz degan narsa borda, o'sha g'araz buzib qo'yaptik. Ana shu g'arazni yo'qotishimiz kerak. Birinchi aytganda ham o'sha yomon ko'rib bergan odamingiz bo'lsa, ana shuni yaxshi bo'ladi. Yoki hech bo'lmasa shuni kechirib yuboring. Ana undan keyin boshqa ishlar yaxshi bo'ladi. Boyaga kechirib yuborib, ko'nglingizni tozalab, shunday bir yaxshi formaga kirib olmasangiz, bir yengil odamga kirib olmasangiz, boylang narsani qilish qiyin, jilmayish qiyin, ishlar to'g'rilash qiyin. Chunki mana birovni ko'rsangiz dag'in kulgingiz kelmasa ham jilmayib qaraysiz. Keyin majburan jilmaygandan keyin boshda o'zgarish bo'ladi. Bir tomon jilmaygingiz keladi, bir tomon majburan jilmayish bo'ldi. Ana shundan kasallik boshlanadi. Ana shu noto'g'ri. Shu bir vaqt xafa qildi meni. Bir vaqt bir narsa degan ekan meni. Ishdan ketishimga shu odam sababchi bo'lgan ekan. Oilam buzilishiga shu odam sababchi bo'lgan ekan. Masalan, u o'zim bilib bilmasa gapirganda balki u odam aybi ham yo'qdir balki. Chunki ko'p narsa o'zimizga bog'liq bo'ladi. Ana shu tilimiz yomonlik qilib qo'ygandir. Chunki boshga keladigan narsa tildan deydi, yaxshi gapim yaxshi tildan, yomon gapim yomon tildan deydi. Balki o'sha o'zimiz ham aybdor bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Buni to'g'ri tushunish kerak. Haligini olish ham mardlik, agar noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz bo'yniga olish ham. Xullas, ana shu birinchi navbatda qalbingizni tozalab oling. Qalbingiz toza bo'lmasa, boyam aytgan narsa bo'lmaydi aytmoqchi. Eng birinchi ish qalbni tozalab, shunday bir yaxshi fikrli o'tiring. Bar vaqt turib, ey Xudoyim, menga shu bir yaxshilik bering. Menga shu qalblarim toza bo'lsin. Hamma noto'g'ri qilgan ishlarimni esdan chiqarayin. Birovlar noma'lum bo'lsa kechirayin. Meni kechirsin deb turib, ana undan keyin yaxshigina kayfiyatni joyiga qo'yib olib, keyin mana bu aytganda qiling. Bo'lmasa bo'ynagi formalar ishlamaydi, bo'ynagi jarayon ishlamaydi ekan. Ana shu baribir ishlamaydi. Chunki qalb toza bo'lish kerak, ko'ngil yaxshi bo'lish kerak, ovqat toza ovqat bo'lish kerak. Kamgina bo'lsa ham aytgandek bir kilo narsa qilmang. 50 minglik kolbasa emas, 50 minglik go'shtga kamroqqina go'sht bo'lsa ham ana shundagina yaxshigina solib turing, sho'rvachani qilib turing, iching. Mana shunday bo'ladi.
haligi yaxshigina oshchani qilingdag'in yeng, kamgina bo'lsa ham sozginasidan mana shunday bo'ladi. 100% aytyapman. Tuppa-to'g'ri garantiya deymiz-ku, garantiya. Salomat bo'linglar.